O'zbekiston navi bo'ladimi? Avstraliyadan olib kelgan navingiz bo'ladimi? Xitoydan olib kelgan navingiz bo'ladimi? U kitobda yozib qo'ygan o'zimizning sulton navi bo'ladimi? Eng tez pishar deb aytganimiz. Hammasi bizda pishmaydi, hurmatli fermerlar. O'shaning uchun nima qilish kerak? Birinchi qiladigan ishimiz 1 avgust chegara qo'yishimiz kerak. 1 avgust kuni nima qilamiz? Paxtani qaritamiz. Paxtani aytamiz. 270 kun emas sanda. Paxtada sanda 130 kun, 150 kun maksimum vaqting bor degan axborotni beramiz paxtaga. 1 avgust kuni. U qaysi dala bo'lishidan qat'iy nazar. Buning uchun etifon degan qarish signalini beradigan garmon bor, etifon. Buni ko'pchilik sepgan. Oldin ham ishlatgan, boshqa qilgan, lekin bu etifon garmonini bilmagan, tushunmagan, ko'pchilik buni defoliant deb o'ylagan, defoliatsiyaga qo'shib sepgan va hokazo. Men endi mana bugun yangi tushuncha kirityapmanki, etifon garmoni bu defoliatsiya ham emas, hosilni yo'qotadigan narsa ham emas. Hech qachon biz dalaga qarish signalini bermaganmiz. Lekin Xitoy buni bergan. Xitoyda nima uchun 90 sentner? Sababi u etifon garmoni bilan ishlashni biladi. 1 avgust kuni kelasiz, dalangiz qanaqa bo'ladi? Dalangiz ko'm-ko'k bo'ladi. Etifon garmoni sepishdan oldin diagnostika qilish kerak dalani. Dalada 200 ming ko'chat, 200 ming ko'chatda 10 tadan ko'sak. Bo'liq ko'sak, qattiq ko'sak, ushlasa ko'sakka aylangan ko'sak. Agar u 5 ta bo'lsa nima bo'ladi? Baribir qilish kerak, lekin maqsad 10 ta ko'sak, 8 ta 10 ta, 200 ming ko'chatga 10 ta ko'sak, 240 ming ko'chatga 8 ta ko'sak, 280 ming, 300 ming ko'chatga 7 ta ko'sak. Shu dalaga 3,5 litr etifon garmonini olib kelib sepamiz. Bu avgustning birinchisi. 10 kun ichida nima sodir bo'ladi? 10 kun ichida paxta qarishga qarab ketadi. Marra bizniki. Bu juda ham muhim tadbir. Paxtani qaritishga qarab ketkizib olishimiz kerak. Bo'lmasa biz etakka tushmaydi bu. 10 kun ichida bargi qizaradi, orqasi qizaradi. Bu bargdan endi foydasi yo'q. Bu bargi hamma ovqatlari o'tadi va hokazo. Ilgarigi xatoyimiz nima edi? Bargi qizarmasdan, etifon sepmasdan defoliatsiya qilib tashardik. Etifon sepsangiz, bargdagi hamma oziq-ovqat ko'sakka qarab o'tadi. Sababi ildizga bora olmaydi. Ko'sakning kapillyarlari ochiladi. Ko'sak kattalasha boshlaydi. Chunki bargdagi oziq-ovqat hammasi ko'sakka depozitsiya bo'ladi. Endi bu bargdan qutulish kerak. Ikkinchi tadbir 12 avgust kuni kelasizlarda, kesanglar bargi qizargan dala, bundan qutulish kerak. Avgron preparati yumshoq ta'sir qiluvchi, oldin ham ishlatganmiz. Lekin buni sentyabrda sepganmiz ko'proq, lekin biz avgust 10-sida sepishimiz kerak, 12-sida. Sepsangiz bu bargini tushiradi. Birinchi tepadan birinchi yarus tushadi sepsangiz, 25 avgust kuni kelasiz, ikkinchi marta sepasiz, ikkinchi yarus tushadi. Bu ham 4 litr, 5 litr atrofida gektariga sepish kerak bo'ladi. Shunda yalang'och g'o'za 1-sentyabrga bo'ladi. Bu bargdan qutulish kerak. Bizda barglari tepasi tushardik, pastlarida barg bo'lib qolib ketaverardi har safar. Bargi yomonligi shunaqaki, agar qoldirsangiz paxtani ifloslantirib tashlaydi. Agar uni quritsangiz, ana xlorat magniy bilan shunday yopishadi qoladi. Shuning uchun bargdan qutulishimiz kerak. 1-sentyabr kuni dalangiz qanaqa bo'ladi? Dalangiz yalang'och, qizg'ishroq, ko'kishroq, ko'saklari tepadan 2-3 ta ochilgan, pastdan 1-2 ta ochilgan. Shunaqangi dala bo'ladi. O'sha paytga kelib, bu 1-2, boring 5-sentyabr bo'lar. Atrofida bizga 10 kun vaqt kerak bo'ladi, 15 kun vaqt kerak bo'ladi, buni tanani quritishimiz kerak. Bu qaritish qanchalik muhim bo'lsa tadbir 1 avgust. 5-sentyabr ham shunchalik muhim tadbir. Ya'ni endi quritishimiz kerak. Tanani quritmasak, hamma ovqat ildiz bilan poyada qolib ketadi. Quritish uchun nima qilish kerak? Quritish uchun 15 litr kamida 15 yoki 20 litr kutib o'tirmasdan, bu pirtak bo'lib qoladi, qo'rqmang, pirtak bo'lmaydi. Yomon ochilib qolmaydi, sababi siz allaqachon etifon bilan qaritib, kapillyarlarni ochgansiz, endi ombor ochilib kelsa, tanasini quritsangiz, xlorat magniy bilan yoki desikant, fuzuli bilan, u yoqda ozgina alginisi bor, gerbisidi bor, o'tlarni ham o'ldiradi, gerbisid o'ldirishga harakat qiladi, o'simlikni ham. O'sha joyda bor, tanasi quriy boshlaydi. Tanasidan suv ketsa, ildizdagi suvni so'radi. Ildizdagi shakarni so'radi, yiriklashadi. 25-sentyabr kuni paxtazorimiz eng uzog'i bilan 25-sentyabr kuni. Tasavvur qiling, oppoq paxtazor, tepasida birorta ko'sagi yo'q. Birorta mayda bargi ham yo'q.
G'o'zapayasi qop-qora. Bizda ilgari nima bo'lgan? G'o'zapaya ko'm-ko'k bo'lgan. Qizg'ish ko'm-ko'k bo'lgan. Hozir qop-qora g'o'zapaya bo'ladi. Borasiz, sindirsangiz qirsillab g'o'zapaya sinadi. Demak, paxta tayyor bo'ldi. Agar 200 ming ko'chat, 10 ta ko'sak qaritilgan, defoliatsiya qilingan 2 marta avgron bilan, tanasi quritilgan, 25 sentyabr kuni qarsillab singan qora g'o'zapayali dalani tersak 100 sentner hosil bo'ladi. 100 sentner